Seovey ismli kichkina qiz buvisi bilan turardi, lekin bir kun ertalab u uyg'onganida buvisi o'lib qolgandi. O'sha kuni buvisini oxirgi manzilga kuzatish uchun krematoriyda ishlaydigan va bundan oldin sevgan qizini deb qamalib chiqqan Sanmay keladi. U Seovey buvisini yuvayotganda qizcha buni hammasini ko'rib turgandi va buvimni qayerga olib ketyapsan? Buvimni topib ber, buvimga tegma deb urush qiladi. Bugun biz sizlar bilan mening eng yaxshi ko'rgan filmlarimdan bittasini ko'ramiz. Sanmay qizchani buvisini murdasini olib ketgandan keyin qizcha Seovey uni ishxonasigacha boradi. "Men seni topdim, endi buvimni topib ber" deydi. "Sen buvimni olib ketding, men buvim o'lmagan. Buvim qayerda?" deb urush qiladi. Sanmay esa yonidagi hamkasbiga "Shunaqa jonimga tegdi, bu shaytoncha qiz" deydi. O'sha kuni kechqurun esa qizchaning tog'asi va kenayisi Sanmayga 3 kunga qizni tashlab ketadi va unga katta pul beradi. Shundan so'ng Sanmay qizcha bilan yashay boshlagandan so'ng qizcha u bilan doim urishardi. "Men buvimni topib ber, buvimni topib ber" deb. Bir kun esa Sanmayga yangi zakaz tushadi. Unda bitta qizchani krematsiya qilish kerak edi. Sanmay u qizni qulini soladigan quti zakaz qilganida, ertasi kuni ertalab turganda Seovey u qutini bo'yab turganini ko'rib qoladi. "Sen shaytoncha qiz, men jonimga tegding" deydi. Sanmay esa asabiylashib, "Endi yangi quti zakaz qilsak ham kelish qiyin bo'ladi. Biz ham otamga uspis qilmaymiz" deb o'sha qutida borib urishadi. Keyin bu o'lgan qizchani ota-onasiga yoqadi. Shunda bu narsalarni ko'rib turgan qizcha Sanmayga qarab, "Sen yana bitta odam hayotini olib ketding. Meni buvimni topib ber" deydi. O'shanda Sanmay qizga qarab asabiylashib, "Sen buvingni olib ketganim yo'q. Biz uni yoqib yubordik. Endi buving osmonda, u yulduzga aylandi" deydi. O'shandan so'ng ikkalasi do'stlashib boshlashadi. Ikkinchi kuni esa ular ovqatlanib o'tirganda qizcha ko'zmunchoqni yeb olgan bo'ladi va o'shanda Sanmay uni doktorga borganda doktor tabiiy yo'l bilan chiqishini kutish kerak deydi. Va ular esa shundan so'ng qizchani har bitta hojatxonaga kirganini tekshirib o'tirishadi va u chiqqandan keyin borib axlatini tekshiradi. Bu filmning davomini Key Studio kanalida ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham hayotiy film. Bu filmni ko'rayotganda yig'laysizlar, kulasizlar, maza qilib ko'rishingiz mumkin. Aytgancha eng sara daromali uchun mening Instagram akkauntimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.